Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, bizlarning kuzatuvchi obunachilarimiz. Bugungi obyektimizni tugatib oldik. Pop shahri futbolistimiz Navoxor do'ylariga Abbos G'aybullayev uyidamiz. Xudo xolis holatini qilib bitkazib beraylik deb o'tman, chiroyli qilib penopalitorni bitkazib ishga ham tushirib oldik. Bu joyimiz o'zinasi 10 bo'ldi, 10.5. Balandligi 4.30, ini ham 4.30 bo'ldi. Hop, ko'p kishi kommentariyada yozishibdi, penopaliton bilan penopalistronni farqi yo'q, bir xil ko'rishibdi. Hech ham mana penopalistron. Mana bu. Bu harorat ham tez bo'ladi, harorat yig'ishi, ushlab turish ancha farqi bo'ladi penopalistronda. Endi ba'zilar nima deydi, mablag' tomonga kelganda iloji yo'q, penopalistron qilib beramiz, zaynini ichi bo'lsa, hech bo'lmasa 15ligidan maslahat beramiz. O'shani ishlatsa bo'ladi. O penopalistonni ham sifatli chiroyli, yuslari ham baquvvat bo'ladi, press ichida quyiladi. Keyin u mana qishda ham, sovuqda ham ancha sovuq ushlab turadi-da. Xolodilnik ishlaganda tokka ham ekonom qilib beradi. Nima deydi? Keyin ijaraga beraman desa ham penopalistonni ko'p kishi yaxshi tushunadi. Sifatliligini hamma biladi-da. Ijaraga ham tezroq beriladi, tezroq harakat bo'ladi hamma narsaga. Mana penopaliston mana sariq bo'ladi ichi. Plotnostligi 40 dan 44 gacha deydi. Qurigani 40-42 qoladi. Penopalistronning 18 plotnost deyiladi, qurigani 16 qoladi. Bir penopalistonga yetmaydi, endi zanini ichiga bo'lsa, mablag' oz bo'lsa, bu hammasi kelib pulga taqiladi. Oqidan ham qilib beramiz. O'zlarining taklif berishadi. Yo, biz o'zimiz javob beramiz, qilib beraylik deydi, qilib beramiz. Xo'p, xudo xohlasa kim shunaqa maslahatlar kerak bo'lsa, xolodilnik qurish kerak bo'lsa, xizmat kerak bo'lsa, sotuv kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastdagi raqamlarga Instagram, Telegram, YouTube'dagi tarmoqlarga nomerlarimizni joylashtiramiz. Doim xizmatdamiz, ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Doim bitta narsani aytib qo'yaman hamma. Ko'p dehqonlarimiz ikkilanishyapti, nima qo'yish kerak? O'zim mahsulotni qo'ysam foyda ko'ramanmi deyishadi. Albatta foyda ko'radi. Dehqon odam qo'ysa xudo xohlasa zarar bo'lmaydi. Instagramga qo'yishimizdan maqsad foyda ko'ringlar, nima qo'ysa nima bo'ladi. Shunga bemalol telefon qilib aloqaga chiqsangiz, qaysi oy, qaysi yil nima qo'ysa yaxshi bo'ladi, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Xizmat bilan aloqaga chiqaverasizlar, doim sizning xizmatingdamiz. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar, rahmat.